Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz darslarda didaktik va ko'rgazmali vositalar tayyorlash va ulardan foydalanish metodikasi. Demak, bugungi mavzuyimiz rejasi bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, darslarda didaktik va ko'rgazmali vositalar tayyorlash va ulardan o'quv jarayonida foydalanish metodikasi. Ikkinchi rejamizda fizik tushuncha va qonuniyatlarni vizualizatsiya qilishda raqamli manipulyatorlardan foydalanish, interaktiv ta'lim vositalari, darslarda ta'limning raqamli amaliy dasturlari va onlayn elektron manbalardan foydalanish rejalaridan iborat bo'lib, shu rejalar asosida biz mavzuni chuqurroq o'rganishga harakat qilamiz. Demak, o'zi biz didaktik vosita nima degan savolga javob berishimiz kerak bo'ladi. Didaktik vosita bu darslarni samarali hamda rejali tashkil etishimiz uchun kerak bo'ladigan vosita hisoblanadi. Ya'ni biz didaktik vositalar ikki xil turda bo'ladi. Bu bizda ko'rgazmali didaktik vositalar hamda ta'limiy didaktik vositalar hisoblanadi. Ko'rgazmali didaktik vositalarga biz tarqatma materiallarni, plakatlarni misol keltirishimiz mumkin hisoblanadi. Ya'ni ta'limiy didaktik vositalarga biz kitoblarni, adabiyotlarni biz ta'limiy didaktik vositalar qatoriga kiritishimiz mumkin bo'ladi. Demak, didaktik vositalarni tayyorlashning bosqichlari bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, maqsadni aniqlashimiz kerak. Aynan bu didaktik vosita bizga nima maqsadda xizmat qiladi? Aynan shu tanlagan didaktik vositamiz mavzumizga to'liq mos tushadimi yoki-da uni qay darajada samarali tashkil etishimizda yoki-da samarali olib borishimizda xizmat qilishini biz belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi bosqichda esa o'quvchilar darajasini hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz tanlayotgan didaktik vositamiz o'quvchining yoshiga, holatiga mos keladimi, psixologiyasiga mos keladimi, uni qiziqarli hamda jozibali bo'lib darsni yanada samarali tashkil etishimizda muhim rol o'ynaydimi degan savollarga biz javob oladigan holatda didaktik vositani tanlashimiz yoki-da tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Uchinchi bosqichda mazmunni rejalashtirish, ya'ni biz tanlagan didaktik vositamiz aynan biz o'tayotgan mavzumizga aynan mosmi? Shu bilan birgalikda bizni shu tanlagan vositamiz darsni yanada qiziqarli o'tishga xizmat qilishini bilishimiz kerak bo'ladi. Keyingi bosqichimizda biz vositalarni tanlash yoki-da yaratish. Biz bu bosqichda, ya'ni oldindan tayyor bo'lgan vositalardan foydalanishimiz mumkin yoki-da yangitdan yaratishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi bosqichda estetik jihatlarni hisobga olishimiz kerak. Biz mavzuga mos ravishda tanlagan didaktik vositamiz estetik jihatdan chiroylimi, o'quvchini diqqatini jalb qilishga qaratilganmi, jozibadormi, rang-barangmi, shu jihatiga qat'iyan e'tibor qaratgan bo'lishimiz kerak bo'ladi. Didaktik vositalarning turlari bu bosma materiallar bo'lishi mumkin, texnologik vositalar bo'lishi mumkin, tabiiy obyektlar va maketlar bo'lishi mumkin yoki virtual vositalardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Biz bilamiz, bosma materiallarni ham oldindan taniganmiz, texnologik vositalarni, tabiiy obyektlarni ham, lekin aynan hozirgi kunda virtual vositalar bizni fizika va astronomiya darslarida loyiha va amaliy ishlarni bajarishda aynan eng keng qo'llaniladigan vositalardan biri hisoblanadi. Raqamli manipulyatorlarning ahamiyati, ya'ni biz darslarni ko'rgazmali hamda qiziqarli qilishimiz uchun biz raqamli manipulyatorlardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Murakkablikni soddalashtirish uchun aynan biz raqamli manipulyatorlardan foydalanganimizda biz bajarishimiz qiyin bo'lgan, murakkab bo'lgan tajribalarni, laboratoriya ishlarini, loyiha ishlarini biz virtual tajribalar orqali soddaroq, osonroq o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi bu jarayonimizda bu ahamiyati bu interaktivlik. Ya'ni bizda tanlagan didaktik vositamiz o'quvchilarning interaktiv bo'lishiga faol xizmat qilishi kerak bo'ladi. Keyingi bosqichda esa real tajribalar. Ya'ni biz real tajribalar orqali biz darsni yanada qiziqarli va samarali tashkil qilishimiz mumkin bo'ladi. Tahliliy ko'nikmalarni rivojlantirish. Ya'ni biz tahliliy ko'nikmalarni rivojlantirishimiz uchun biz tajribalardan olgan natijalarimizni o'zimiz tahlil qilishimiz va ular orqali biz reflektiv amaliyotni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Bular orqali biz natijalarni tahlil qilamiz, o'z xatoliklarimiz hamda kamchiliklarimizni aniqlashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Quyidagi tasvirlar orqali biz interaktiv trenajyorlar, simulyatorlarni, fizik tushunchalarni vizualizatsiya qilish uchun foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Interaktiv trenajyor bu biz bilgan tajriba va tadqiqotlarni bajarish uchun trenajyor sifatida trenajyor vazifasini bajaradi.
Simulyatorlar orqali esa biz bilishimiz mumkin bo'ladi, ya'ni biz bajara olmaydigan atom yadro fizikasidagi mavjud bo'lgan laboratoriya ishlari yoki amaliyotlarni biz simulyatsion vositalar orqali biz bajarishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni biz virtual laboratoriya sharoitida simulyatsiya, ya'ni ko'z bilan ko'rishimiz, ularni bajarishimiz mumkin bo'ladi. Tavsiya etiladigan raqamli vositalar orqali biz didaktik vositalarni biz bilganimiz faqat ko'rgazmali vositalardan tashqari raqamli vositalar orqali darsimizda foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Biz bilamizki, bugungi kunda raqamli dunyoda yashayotgan davrimizda aynan raqamli vositalar, raqamli ilovalardan ko'p foydalanamiz. Aynan bizning fanimizda, fizika va astronomiya fanlarida eng maqbuli hisoblangan FET simulятsion dasturi, Algado, Virtual Lab dasturi, GeoGebra, Crocodile Physics dasturlari orqali biz darsni yanada samarali hamda qiziqarli tarzda olib borish uchun foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Quyida biz interaktiv ta'lim vositalarining asosiy turlari bilan tanishib chiqamiz. Interaktiv, birinchida bu interaktiv elektron monitor. Bunda biz darslarni samarali hamda qiziqarli tashkil etishimizda aynan elektron monitordan foydalanamiz. Bu bizni fizika va astronomiya darslarini yanada mustahkam o'rganishda o'quvchilarda xizmat qiluvchi vosita hisoblanadi. Bizda elektron monitor aynan video darslarni, audio darslarni elektron ilovalardan foydalanish orqali virtual laboratoriyalarni bajarishda aynan shu elektron monitordan foydalanamiz. O'quv laboratoriya jihozlari. O'quv laboratoriya jihozlarida laboratoriya ishlarini tashkil etganda aynan o'quv laboratoriya jihozlarini o'quvchilarga taqdim etib, o'quvchilarni aynan qo'l bilan, ko'z bilan ko'rish orqali darslarni yanada samarali qilishda foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Audio va video texnologik vositalar orqali biz fizika va astronomiya darslarida ma'lumotlarni eshitishimiz, ko'z bilan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu orqali bizda o'quvchilarda eshitish, ko'rish orqali yodda qolish ko'nikmalari rivojlanadi o'quvchilarda. Interaktiv vositalarning afzalliklari bu ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishga xizmat qiladi, o'quvchilarning faolligini oshiradi, vaqtni tejaydi hamda o'quvchilarda bilim, malaka va ko'nikmalarini rivojlantirishda xizmat qiladi. Aynan fizika va astronomiya darslarida tavsiya etiladigan dasturiy ta'minot va vositalar Microsoft Teams yoki Zoom Kahoot va QuizFed interaktiv simulyatori, Adobe Spark, Canva, Jamboard yoki Google Classroomlar orqali biz darslarni yanada qiziqarli o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Bizda bu didaktik vosita sifatida foydalanamiz. Aynan Kahoot dasturi orqali biz o'quvchilarni baholashda samarali foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Baholash jarayoni yanada qiziqarli bo'ladi. Bu Kahoot dasturi orqali o'quvchilar o'z o'rnini hamda tengdoshlari bilan o'zaro raqobat orqali bilimlarini yanada mustahkamlashlari mumkin bo'ladi. FET simulятsion dasturi orqali esa mexanika hamda elektr bo'limiga oid mavzularga doir laboratoriya hamda amaliy mashg'ulotlarni bajarishimiz uchun xizmat qiluvchi simulятsion dastur hisoblanadi. Darslarda ta'limning raqamli amaliy dasturlari va onlayn elektron manbalardan foydalanishda o'quv jarayonini interaktiv, qiziqarli va samarali qilish uchun xizmat qiladi. Ushbu usullar o'quvchilarning bilim darajasini oshirish, o'quv jarayonini muammoli vaziyatlar va loyihalar asosida tashkil etishda xizmat qiladi. Quyida biz tavsiya etgan raqamli vositalardan tashqari yanada ko'plab raqamli vositalar mavjud. Aynan siz bu raqamli vositalardan dars faoliyatingizda foydalanib kelayotgan bo'lishingiz mumkin. Aynan shu vositalarni boshqalarga ham, ya'ni o'zingizni hamkasblaringizga ham bilan baham ko'rasiz degan umiddamiz. Bugungi mavzuyimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.